5 yildan beri jangni qilmagan, ammo bir oydan ham kamroq vaqt ichida Las Vegasdagi UFC 329 turnirida oktagonga qaytadi. Sport tarixidagi eng yirik nomlardan birini kutib oling. Conor McGregor. Seni ko'rib turganimdan xursandman. Xush kelibsan do'stim. Men ham. Ha, o'zingga yangi studiya qilibsanmi? Ha, yoqdimi senga? Zo'r chiqibdi, juda zo'r. Endi uni yanada qizdiramiz. Bugun shou qilamiz. Avvalo aytchi, ishlaring qanday? Men bu jangga ham, butun faoliyatimga ham to'liq e'tibor qaratganman. O'zimni juda yaxshi his qilyapman va jang uchun 100% tayyorman. Nima uchun bunchalik motivatsiyaga to'lgansan? Menga umuman qaytishga qaror qilding. Hali ham seni oldinda unday yotam kuch nimada? Hayotning zavqi uchun, adrenalinni his qilish uchun, raqobat uchun, o'zimni yana sinash uchun. Biroq maqta bo'ldi, yetar endi, qaytmayman degan fikr xayolimdan o'tganmi? Asr oxirgi janging Dustin Poirierga qarshi bo'lgandi. Yo'q, hech qachon. Men doim qaytishimni bilganman. Bu juda og'ir sport turi, bu yerda oxirgacha bardosh bergan, yiqilsa ham yana oyoqqa turadigan odam g'alaba qozonadi. Men aynan shunday jangchiman va mana, yana qaytdim. 2 yil avval sen Michael Chandlerga qarshi jang qilishing kerak edi. O'sha jang bekor bo'lgach, ko'pchilik Conor endi qaytmaydi deb o'yladi. Hatto ayrimlar qachonki u haqiqatan ham oktagonga kirsa, o'shanda ishonaman deb gapirishardi. Holbuki sen faoliyating davomida deyarli hech qachon jangdan chiqib ketmagansan. Aslida bu sen bekor qilgan imtijang edi. Bu gaplar seni asabiylashtiradimi? Yo'q, unchalik emas. Nima bo'lishi kerak bo'lsa, o'sha bo'ldi. Men bir necha yil sportdan uzoqda bo'ldim. Odamlar xoh yaxshi gapirsin, xoh yomon gapirsin, bu ularning ishi. Men bunga e'tibor bermayman va bunday gaplarning boshimga kirib olishiga yo'l qo'ymayman. Men o'z yo'limdan ketyapman. Maqsadimga e'tibor qaratganman, eng muhimi, o'sha voqeadan kerakli saboqni oldim. Gap motivatsiya va tayyorgarlik yig'ini paytidagi diqqatni to'liq jamlay olish haqida ketmoqda. Men bularning barchasini yengib o'tdim. Ammo men shunchalik yuqori intensivlikda shug'ullanardimki, ba'zida yangi element ustida ishlayotgan paytimda jarohat olib qolardim. Shunda o'sha usulni bir chetga surib qo'yishga va yana yangi narsalarni o'ylab topishga to'g'ri kelardi. Butun faoliyatim deyarli shu tarzda o'tdi. Aynan Chandler bilan bo'lishi kerak bo'lgan jang oldidan ham shunday bo'ldi. UFC kamerasi oldida mashg'ulot qilayotgandim. Janggacha taxminan 3 hafta vaqt qolgandi. O'sha kuni himoya jihozlarisiz shug'ullandim. Sparring paytida oyog'im raqibning tirsagiga qattiq urildi va oyoqdagi kichik barmog'im sinib ketdi. Og'riq dahshatli edi. Hozir esa menga shunday tuyulyaptiki, go'yo bu o'yinda endi qizishni boshlagandekman. Haqiqatan ham endi qizishni boshladim. Faoliyatim davomida men har doim mashg'ulotlarda yangi usullarni, yangi qurollarni o'z arsenalimga qo'shishga harakat qilardim. Ishon, odamlar hali mening butun arsenalimni ko'rmagan. Natijada jangga bir necha hafta qolganida jarohat oldim. Bungacha ham ko'p marta jarohat bilan jang qilganman va buning qanchalik katta tavakkal ekanini yaxshi bilardim. Jarohat tufayli yutqizib qo'yishim mumkin edi. Men keyinchalik bahona qilishni, muxlislarga nimadir tushuntirishni xohlamadim. Shu sababli jimgina jangdan chiqishga qaror qildim. Lekin bu men uchun juda qimmatli saboq bo'ldi. Endi men har doim himoya jihozlarida shug'ullanaman. Jamoam har bir mashg'ulotni oldindan rejalashtiradi. Qanday yuklama bo'ladi, nimaga e'tibor qaratiladi, hammasi nazorat ostida. Men jismoniy holatimni kuzatib boraman. Vaqtida dam olaman va tiklanishga katta ahamiyat beraman. Hozir o'zimni juda kuchli his qilyapman. Jang bilan bog'liq har qanday vazifaga tayyorman. Media tadbirlari bo'ladimi, boshqa majburiyatlar bo'ladimi, barchasiga tayyorman. Endi buning hammasiga boshqacha qarayapman. Aytishadi-ku, hamma narsa bir sabab bilan sodir bo'ladi. Men endi ancha aqlli harakat qilyapman. Avvallari ko'proq beradigan taraf edim. Endi esa olish uchun qaytdim. O'zimga tegishli bo'lgan narsalarni qaytarib olish uchun, chunki men hayotimning yarmidan ko'prog'ini shundoq ham bu sportga bag'ishlaganman. Endi sen mendan oldingidek ko'plab mashg'ulot videolarini, tinimsiz postlarni yoki ijtimoiy tarmoqlardagi telbalarcha faollikni ko'rmaysan. Men bularning barchasidan chetroqda turibman. Iyul oyida esa oktagonga chiqaman va shu vaqt davomida nimalar ustida ishlaganimni amalda ko'rsataman. Va men bitta narsani isbotlayman. Bu yigit umuman mening darajamdagi jangchi emas. Aytgancha, yana bir narsa. Agar hali bu kanalga obuna bo'lmagan bo'lsang, unda nimani kutyapsan do'stim? Har kuni shu yerda eng katta janglar, eng katta voqealar va eng katta nomlar haqida gap ketyapti. Shunday ekan, hoziroq like-ni bos. Kanalga obuna bo'l. Nega hali ham menga qarab turibsan? Obuna bo'l, like bos va bu videoni do'stlaringga ham yubor.
Qolganini esa men oktagonda hal qilaman. Lekin shunga qaramay qaytishing juda uzoqqa cho'zilib ketdi. Axir men juda og'ir jarohat olgandim. Rostini aytsam, boshimdan nimalar o'tganini tasavvur ham qila olmaysan. Ha, bu savolni menga emas, UFC'ga berishing kerak. Demak, sen aslida ertaroq qaytishni xohlagansan. Albatta. Yo'q, oyog'ingdagi kichik barmoq sinishi haqida gapiryapman. O'sha jarohatdan keyin ham seni 2 yil ko'rmadik. So'nggi paytlarda ko'pchilik UFC haqida gapiryapti. Ayrimlar tashkilotda avvalgidek yulduzlar qolmaganini aytmoqda, kontent ham eski qiziqishini yo'qotgan degan fikrlar bor. Mana yaqinda Taporia ham Pereira ham mag'lub bo'ldi. Hech bo'lmasa ichingda UFC hozir menga muhtoj yoki bu sportda yana Conor McGregor kerak degan hissiyot paydo bo'lganmi? Bilasanmi, men sport menga muhtoj deb aytmoqchi emasman, lekin bitta narsani aniq bilaman. Men bilan yaxshiroq, mensiz esa yomonroq. Nima demoqchi ekanimni tushunyapsanmi? Va bu menga yoqadi. Hozir Netflix rivojlanyapti. Turli shou janglar paydo bo'lyapti. UFC bilan shartnoma bo'yicha yana 2 ta jang qolgan. Kelajakda yangi yo'nalishlarni sinab ko'rishni xohlaysanmi? Ha, albatta. Bunday rejalarim bor. Agar iyul oyida g'alaba qozonsang, men senga darrov boshqa tashkilot bilan shartnoma tuz demayman, lekin UFC'dagi faoliyating tugagach boshqa variantlarni ko'rib chiqasanmi? Agar taklif haqiqatan ham arzigulik bo'lsa, nega endi yo'q? Lekin menga bir narsani aytchi. Nega sen meni UFC'dan ketkazishga shunchalik urinaverasan? Yo'q, men bunday qilmayapman. Yo'q, sen doim meni bo'shatishlari kerak deb gapirasan. Yo'q, men shunchaki jangchilar o'z mehnatiga yarasha haq olishini istayman. Sen esa juda katta pulga loyiqsan. Agar gaplarim noto'g'ri eshitilgan bo'lsa, uzr. Men hozirning o'zida UFC tarixidagi eng ko'p maosh olgan jangchiman. Kamida 4 marta, balki 5 marta ham eng katta gonorarni olganman. Ha, sen UFC'da eng ko'p pul topadigan jangchisan, lekin menimcha baribir bu yetarli emas. Ha, qiziq fikr. Xo'sh, seningcha men qancha turaman? Agar seni eng yuqori darajadagi bokschilar bilan taqqoslasak, menimcha bir jang uchun 60 milliondan 75 million dollargacha. Masalan, Jake Paul ham shunday o'xshash raqamlarni aytib yuribdi. Rostdan ham shunga ishonasanmi? Bu raqamlar haqiqiy deb o'ylaysanmi? Ha, men unga ishonaman. Qiziq, men esa u o'sha janglarni reklama qilish va targ'ibotiga qancha mablag' sarflayotganini yaxshi bilaman. Shuning uchun bu masalada vaqt hammasini ko'rsatadi. Hozircha esa men UFC jangchisiman. UFC yaqinda Oq uy hududida tarixiy turnir o'tkazdi. Endi esa navbat Makning qaytishiga keldi. Shunday ekan, ishga kirishamiz. Nega aynan Holloway? Nega aynan uni tanlading? Bilasanmi, bu aslida ularning tanlovi. Menimcha ular BMF kamari uchun boshqa variantlarni ma'qullashmadi. Oliveira bilan jangni nazarda tutyapsanmi? Ha. Demak, bu variant jiddiy muhokama ham qilinmagan. Yo'q. Nate Diaz bilan jangchi. U ham yo'q. Aslida oxir-oqibat yagona real variant Max Holloway bo'lib qoldi. Yaqinda Fene Carlos Prates bilan jang qilishing mumkinligi haqida mishmishlar tarqaldi. Prates deganing kim o'zi? Men ularga kim bo'lsa ham farqi yo'q, shartnomani yuboringlar degandim. Shundan keyin 2 hafta o'tdi, lekin hech qanday shartnoma kelmadi. Xo'sh, qani o'sha shartnoma? Menimcha ular meni yengil vaznga tushirishni xohlashgan, shu sababli turli nomlarni o'rtaga tashlashdi. Men esa mayli, yuboringlar shartnomani dedim. Kerak bo'lsa, Yan Gari bilan ham jang qilardim. Uning janglarini ko'rganman, yaxshi jangchi. Lekin o'rtacha darajadagi yarim o'rta vazn vakili men uchun muammo emas. Hozirgi holatimga kelsak, men yarim o'rta vazn jangchisiman. Keyin nima bo'lishini vaqt ko'rsatadi. Hammasi bosqichma-bosqich, lekin bu safar yarim o'rta vaznda jang qilayotgan bo'lsam ham vazn tashlayapman. Ha, men vazn tushiryapman. Hozir vazning qancha? Shuni ham aytib beraymi? Yo'q, do'stim, bu safar mendan sirlarni tortib ola olmaysan. Max Hollowayning kayfiyati haqida nima deysan? Yaqinda biz Joe Rogan bilan intervyu qilgandik. U g'alabaga juda ishonayotgandek tuyuldi. Qo'polroq gapirayotganini ko'rdim, lekin o'sha mashhur ishonchni unda sezmadim. Max aslida yaxshi yigit. U ko'p yillar oldin biz ilk marta jang qilganimizda ham shunday edi va men o'sha voqeani yana takrorlayman. Yana bir bor uning ustidan g'alaba qozonaman. Demak, sen Max bu yillar davomida jiddiy o'sganiga qo'shilmaysan. Yo'q. Men bunday deb o'ylamayman. Ochiqni aytsam, unda qandaydir ulkan o'zgarishni ko'rmadim.
Reaksiyasi o'sha, harakatlari ham deyarli o'zgarmagan. Noto'g'ri tushunma. Max men bilan jang qilganidan keyin ancha rivojlandi. U arsenaliga ko'plab yangi elementlar qo'shdi, lekin bu sportda hali ham bitta Mac bor. Baribir men hozir uni boshqalar bilan solishtirib o'tirmoqchi emasman. Muhimi, jang sanasi belgilangan. Endi gap bilan emas, amalda kim kimligini ko'rsatish vaqti keldi. Men aynan shundan xursandman. Bu yerda o'tirib uzoq gapirish, u deydi, bu deydi qilishning foydasi yo'q. Menda jang kuni bor. O'sha kuni hamma savollarga javob beraman va albatta beraman. Ilya Kapuryani ham ko'p yillar davomida sen bilan taqqoslashdi. Ko'pchilik u eski Conor McGregorni eslatadi deb aytadi. Ha, lekin ayni paytda yo'q ham. Faqat tatuirovkalari o'xshagani uchunmi? Mening harakatlarimni takrorlagani uchunmi? G'alabadan keyin men kabi baqirgani uchunmi? Shuning uchun odamlar shunday xulosaga kelishdi. Yo'q, u yaxshi jangchi, menga yoqadi, lekin men boshidan bu hikoya qanday tugashini bilardim. U butun jang davomida oyoq panjasi bilan harakatlanadi. Oktagonda yengil yurmaydi. U hali mukammal universal jangchi emas. U maxsus darajadagi jangchi ham emas. Yaxshi jangchi albatta, lekin hali ishlashi kerak bo'lgan jihatlar ko'p. Yuziga ham jiddiy zarar yetdi. Avval tiklanib olishi kerak. Xo'sh, yana nima haqida gaplashamiz? Sening uchun yana qanday maslahat kerak? Sen bularning barchasidan allaqachon o'tib bo'lgansan. Bizning vaziyatlarimiz boshqa. Men faoliyatim davomida faqat bir marta shunga yaqin darajadagi og'ir jangni boshdan kechirganman. Uning holati esa boshqacha. U qattiq kaltaklandi. Oxir-oqibat bu uni taslim bo'lishga majbur qildi. Endi esa faoliyatidagi eng murakkab davrlardan biri boshlanadi. U bunga qanday munosabat bildiradi? Qanday chiqib ketadi? Mana shu asosiy savol. Buni uddalay oladimi? Menimcha ha, o'ylashimcha uddalaydi. Buning uchun unga motivatsiya kerak bo'ladi. Va men esa unga omad tilayman. Hozir JG yengil vazn chempioni, Islom Makhachev yarim o'rta vazn chempioni. Sen qaytganingdan keyin kamarlar ortidan borasanmi yoki bu sen uchun muhim emasmi? Yo'q, albatta men kamarni xohlayman. Menimcha Geji o'ziga ishongan paytda yomon jangchi emas, lekin ishlari yurishmay qolganda u butunlay boshqa odamga aylanadi. O'shanda uning janglari haqiqiy falokatga aylanishi mumkin. Men u bilan anchadan beri jang qilmoqchi edim. Ochig'i men uni yaxshi tahlil qilib bo'lganman. Islom bilan esa o'z tariximiz bor. Endi u mening vatandoshim, birga mashg'ulot qilgan irlandiyalik jangchi bilan to'qnash keladi. Qisqasi bu ikki jangning istalgan biriga ham mamnuniyat bilan tayyorman. Vaqti kelganda hammasini ko'ramiz.